Ba'zida multfilm qahramonlari insonlardan ko'ra ko'proq jasoratli tuyuladi menga. Nima demoqchi ekanligimni hozir bilib olasiz. Undan oldin esa sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, chunki multfilm tahlillari ko'p, lekin o'zbek tilidagisi kam. Never give up. Traditional cheese shop. O'zbek tilidagi nomi hech qachon taslim bo'lma. An'anaviy pishloq do'koni. Mazkur multfilm jasorat va sabr inson uchun qanchalik zarur ekanligini ochib bergan. Filmda ota va qiz kichik pishloq do'konini yuritadi. Ular har yili xalqaro pishloqlar tanlovida qatnashadi, lekin har safar ikkinchi o'rinni olishadi. Ammo ushbu takrorlanadigan holat ularni tushkunlikka solmaydi. Aksincha, yanada kuchli qiladi. Ular yangi retseptlar asosida yangi pishloqlar pishirishda davom etadi. Filmda e'tiborni tortadigan asosiy jihat unda hech qanday dialogning yo'qligi. Hech kim sabr, mehr va qat'iyat haqida gapirmaydi, ammo shu so'zlar filmning har bir sahnasida seziladi. Bu animatsiya so'zsiz hikoya qilishning yaxshi namunasi. Harakatlar, mimikalar va detallar orqali g'oyat to'liq ochiladi. Ota va qizning yillar davomidagi mehnati natijasida ular nihoyat birinchi o'rinni olishadi. Lekin filmning asosiy ma'nosi g'alabada emas. Ularning haqiqiy yutug'i taslim bo'lmaslik, bir-biriga bo'lgan ishonch va o'z ishiga bo'lgan sadoqatni ko'rsatishda. Film so'ngida do'kon nomi Creatively Crafted Cheese ga o'zgaradi. Bu oddiy detal, lekin u tajriba va ijod natijasini bildiradi. Do'kon o'sha, ammo endi unda yillar davomida shakllangan mahorat va tajriba bor. Multfilm shuni anglatadiki, natija darhol bo'lmaydi, lekin mehnat, mehr va qat'iyat bilan erishilgan har qanday yutuq eng barqaror g'alabadir. Ba'zida eng kichkina g'ildirak katta yo'lni bosib o'tadi. Avtosarguzashtlar multfilmidagi Jaji Matiz aynan shu nazariyani isbotladi. Ushbu multfilmning Poyga nomli qismida oilaviy ahillik, mehnat va halollik haqida chuqur ma'no bor. Asosiy qahramon kichkina Matiz o'z oilasi bilan birga poygaga boradi. U ishtiyoq bilan qatnashishni xohlaydi, ammo kattalar akasi Captiva va dadasi Malibu borligi sababli unga imkon berilmaydi. Bu holatda Matiz yosh bo'lishiga qaramay, orzuga sodiqlik va o'ziga ishonch timsoli sifatida ko'rinadi. Poyga davomida raqobat shunchaki tezlik bilan emas, balki halollik va adolat bilan ham o'lchanadi. Captiva jarohat olgach, o'rniga dadasi Malibu chiqadi. Nihoyat birinchi aylana yakunlandi, biroq Captiva og'ir jarohat olgan ko'rinadi. Musobaqa qoidalariga ko'ra oila a'zolaridan boshqasi poygani davom ettirishi mumkin. O'g'limning o'rniga o'zim chiqaman. Shunday qilib, jamoa tarkibida o'zgarish Captiva o'rniga Malibu poygani davom ettiradigan bo'ldi. Ammo unga ham adolatsizlik qilinadi. Natijada kichkina Matiz o'z jasorati bilan maydonga tushadi va poygani o'rtasida yo'lni kesib chiqishga qaror qiladi va oxirida sherigidan juda oz farq bilan g'alaba qozonadi. Ana bo'lmasam, u yo'lni kesyapti. Pochoq bo'lmasaydi. Maqtanma xo'roz, hunaring oz, tushundingmi? Marra chiziqni kichkintoy birinchi bo'lib qo'yib. Bu sahna filmning eng muhim nuqtasi. Chunki unda kichik, lekin qat'iyatli qahramon o'z orzusini himoya qiladi. Matizning qatnashuvi va g'alabasi tomoshabinga kichik bo'lsang ham ishonch bilan oldinga yursang yutasan degan g'oyani yetkazadi. Kim uchun qayer bilmadim, lekin men uchun ushbu qismning kulminatsiyasi aynan mana bu sahna. Dada, ular g'irromlik qilib ham yetolmadi. Faqat halol kurashgan holi bo'ladi, o'g'lim. To'g'ri. Bu suhbat orqali film tomoshabinga haqiqiy g'alaba faqat halollikda ekanligini yana bir bor eslatadi. Umuman olganda, bu multfilm nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham ibratli asar. Chunki unda oilaviy birlik, halollik, jasorat va ishonch asosiy g'oya sifatida ko'rsatilgan. O'sha gap, multfilm faqat bolalar uchun emas, ichki bolalikni yo'qotmaganlar uchun hamdir. Agar siz aynan shunday insonlar toifasidan bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Stop, olindi.